Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom qizim, kel. Oyijon, men sizga aytgan kitobimni oldingizmi? Voy bolajonim, sen aytgan kitobni oyligim chiqsa, xudo xohlasa senga olib beraman. Maylimi qizim? Uf, men uni hozir o'qigim kelgandi. Nega olmadingiz? Voy bolajonim. Voy Odila qizim, to'xta. Voy qizimni xafa qilib qo'ydim. Endi charchadim. assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi oyijon? Rahmat bola. Voy qizim, yig'ilish rosa cho'zildi. Yoshlarni bilasiz, ko'proq telefonga berilyapti. Kitob beringlar, kitobga ko'proq mehr bersin deb rosa gapirdi. Lekin mahalla raisi rosa to'g'ri gapirib qoldi. Bu deyman, Odinaxon ko'rinmaydimi? Oyijon, bugun nevarangiz xafa bo'lib keldi maktabdan. Nega? Voy, aytgan kitobini olib kela olmadim oyijon. Oyligimiz hali chiqmagan. Unga hech narsa topolmayman oyijon. Voy qizim, o'shani menga aytmaysizmi? Hozir shu masala bo'yicha hozir mahalla raisi ham, mana hokimiyat nimalari ham, kutubxona mudirlari gapirdi. Shunday hamma bolalar qiziqadi, hamma kitoblar, yangi kitoblar keldi. Mana yoshlar markazi ekan. Voy oyijon. Voy, yoshlar bilmabman oyijon. Nevarangizni xafa qilib qo'ydim. Mayli. Hozir Odinabonni oling-da, tezda o'sha yoshlar markaziga kutubxonaga olib boring. Xo'p bo'ladi oyijon. Xo'p boring. Yashaymiz. Qizim, eling aytgan shu kutubxona shakli. Yurchi ichkariga kirayotgan nima bor? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu shahar kutubxonasimi? Albatta, bu Shirin shahar axborot kutubxona markazi va bu yerda o'zingizga va farzandingizga mos bo'lgan barcha adabiyotlarni topishingiz mumkin. Kutubxona haqida biron ma'lumot bera olasizmi? Albatta, bu yerga Kel kelsangiz qizim. o'zbek adabiyoti va bu tarafda jahon adabiyoti hamda bu yerda esa rus yozuvchilarining rus adabiyoti bo'limidir. Va bu yerda esa bolaringiz uchun mo'ljallangan bolalar adabiyotidir. Voy, bu yerda qiziqarli kitoblar juda ham ko'p ekan. Oyijon, men mana shu kitobni qidirayotgandim. Voy Topdim. qizim, topdingmi? Rahmat sizga, kutubxonachi opasi. Sizlarga ham rahmat. Albatta, kutubxonamizda sizlarni doimo kutib qolamiz. Rahmat.